O'g'limga ma'qul keldi, xudo xolasa. Men o'silyapti o'ringlar, tavsiya qilaman. O'rtoqlar, cho'chibasa, qo'rqmasdan kelaverasizlar. Manzillarni buyonoqda aytamiz. Tayyormisiz? Ha! Короче, o'rtoqlar, kelaverasizlar, xudo xolasa. Professionalda qanaqa gaplashishni o'zi biladi bola bilan. Masaj qilib qo'yayotgan choy bor. Shunaqa, O't masaj qilayotgan choy bor. shunaqa. Ana tarakan bor ekan. Bor ekanmi? Ko'rsatdimmi tarakanni sizga? Ha? O'tdi. Olib tashladingizmi? Ha, bo'ldik, boshqa tarakan kirmagan qilib qo'ydik, xo'p? Hop. Okey, Alloh rozi Hozir bo'lsin. qaytib oling. Charchamanglar, xudo Hozir xolasa. qaytib oling. O'rtoqlar, Bo'ling, davay. sizlarga bemalol tavsiya qilamiz. Mana bizning farzandimiz. O'zing yurib ketasanmi? Ana, nima olib tashadilar? O'tirchida. O'rgimchaknimi? Oh, Tishlab tashladi. tishlab tashladimi? Chumoliyda tarakan bo'lib qolibdi-da, va. Aytdingmi? Malades. To'p. Malades, badarka olamiz endi, hop. Ketdi. Yurib tushingmi? Ay, mashalloh. Bunaqa kukuruz yeganmisiz? Qanaqa kukuruz bu? O'yinchoq chiqadi, ichidan bilasiz. Bilaman, qanaqa o'yinchoq chiqadi? Qanaqa o'yinchoq chiqadi? Ham mazasi zo'r, bolam. Bo'ldi. Sizga Endi vashida man- badarka. Ha. Endi adamni yotqizib. Yuring siznikidan qolaman. Tug'ildi, chilla payti, eng zo'r payt. 1-2 oylik payt. Aka, mana shu videoni ko'rib turgan odamlar bitta achchiq haqiqat aytib ketaman. 7-8 yoshlarimizda xatna qildilardik. O'sha kommentariyaga yozib ketinglar. Nechta odam shunaqa bo'lgan. Endi to'g'ri, misol uchun, lekin o'sha paytda shunaqa edi, qochib yurardi bor. Adam qo'ylab topib kelardilar, yoki kimdir olib kelardi bor. Shunaqa. Hozir iloji boricha chalg'itamiz. Endi anaqa endi pada keladi. Endi o'sha do'konga olamiz. Mana shuncha Mana shuncha o'yinchoqlar boshingga urasanmi? Oling yana, olasizmi? Videoni like bosib, omada bo'lib qo'yinglar. Mashalloh, gap yo'q sizga. Mana shunaqa o'g'illarni olib kelsanglar, ba'zi zo'r qilib qo'shadi. Faqat bunaqa kesmaydi, qo'rqitishmaydi. Buni ham qilishni bilishmaydi. Hopmi?